Assalomu alaykum. Telegram gruppamiz kuzatuvchilari. Xo'sh, bugun 28-iyun. Hozirgina YouTube platformasi uchun video tayyorladik. Ozgina vaqtimiz yetmaganligi uchun kamini endi Telegramga chiqaramiz. Telegram gruppi uchun. Xo'p, YouTube'ga tayyorlangan videoda bu kesishlarda ko'rsatmadim. Kesamiz deb oxirida yakunladim. Kesish jarayonini Telegram gruppamiz uchun ko'rsataman. Qanday, nima sababdan kesyapmiz? Mana bu yerlarga uloq solgan edik. Avatar. Mana olmaganlari ham bor. Mana bu yerda bitta surx olgan. Buni o'sishini qarang. 7-8 cm sababi mana yerdagi asosiy surx, mana shu kuchda olib yotibdi, bunga kuch bermasdan. Agar shunday holatlar bo'lsa, sizda ham hozir ham bo'lsa, asosiy kuchni to'xtatib bunga yo'naltirishimiz kerak. Xo'p, mana bu yerda mana ikkinchi ulog'imiz bunga solingan. Mana bunda bir qarich, ikki qarich o'sibdi. Buni surximiz pastda. Bundan kelyapti. Buni qo'yib tursak bo'ladi. Endi buni tepasida ikkinchi ulog'imiz bor mana. Bir qarichga yaqinlashib qolibdi. Bu ham ko'proq kuch olish uchun endi tagidan kesmaymiz hozircha. Kuzda kesamiz qolganini. Mana bu shoxni ham oshcha kuch so'rib turadi. Bunga ko'proq baribir kuch beradi. Shuning uchun mana bu yerdan kesib tashladik. Buni kesganimiz shoxlarimiz mana shu orada. Bu yilgi nishonani ham kesib tashladik. Mana. Bu o'zi aslida rizomat edi. Bu yil nishona edi. Bularni ham bahridan kechdik. Chunki bizga avatarlar rivojlanish kerak. Endi yana qaraymiz, yana bor kesadiganlarimiz. Mana nishona bunda bor. Bu surx bu yerdan kelyapti. Mana bu surx chiqib ketyapti bizga. Rizomat pastdan chiqayotgan rizomat bor, mana qo'yganmiz. Bu qoladi. Ikkinchi surxdan kelayotgan surximizda mana ulog'imiz bor. Bir qarich oshiq. O'zini tutgan olgan. Ikkinchi ulog'imiz bor bu yerda. Mana bu joyda mana 2 qarich, 3 qarich o'sibdi. Bularga kuch berish uchun endi tevarakda mana 3-chi ulog'imiz bor. Mana bu ham 2 qarich. Bayda zapas surx qo'yganmiz. Boshdan oyoq ketyapti. Endi mana shu 3 ta surx hozir uloq olganmi? Buni o'zi ertaroq qilishimiz kerak edi. Biz sal e'tiborsizlik qilganmiz. Endi ham bo'lsa, bularga yordam bersak, mana kuzgacha ancha o'sib oladi. Mana uchalasiga. Buning uchun nima qilamiz? Mana shu kelayotgan surxni bahridan o'tamiz. Mana asosiy kuchni mana shu olyapti. Buni olib tashlaymiz. Xo'p, demak, ulog'imiz bu yerdami? Eng og'risi bumi. Va bu pastda demak kesadigan joyimiz. Mana bu uchib ketish kerak. Mana shu bari kuch tushib olyapti. Demak, bu tomonda ham bema'ni nimasi yo'q, foydasi yo'q qo'yishdi. Mana shu yerdan olsak bo'lar ekan. Xo'sh, bu yoqdiki qolaveradi. Ana biz ulog'imiz. Beylab qo'yib shekilli. Endi bu yoqqa beylab qo'yamiz.
Bunda mana bitta ikkita nishona bor. Qanday uzumlikni aniq kiritish uchun yaxshi bor ekan. Mana ulog'imiz, bitta sortda 3 ta ulog'imiz bor. Endi bular rivojlanadi. Uchinchisi bu yerda. Bizga mo'yam kerakmas ekan. Ochilish uchun. Hatta ish kerak bular. Shabada ish kerak shuning uchun. Xo'p, mana do'stlar, e'tiborlaringiz uchun uloqlarga e'tibor berib, mana shunday kuchlarni yo'naltirishimiz kerak. Oshcha kuchlarni bitta mana shu yerdan beri olib turadi. Oshcha kuch ham kerak emas. Uchalasiga shu olib tashlagan suflarimizdan kuch yetadi. Olib tashlasamamiz yoni yo'q. 3 ta ekan bu yerda. Biz jarnachilik qilmaymiz. Bitta emas 3 ta so'rish shuning uchun kuch kamlik qilib olish ham mumkin. Halat qilyapti. Yoqqa olib qo'yaylik. Bu yerga baylab qo'yamiz. E'tiborlaringiz uchun shu mana yangilik. Uloqlarga tarbiya berish. Mana pastdagi chiqayotgan shoxchalarni tozalab qo'yamiz. Kuch bunga keladi. Mana bu ham kerak emas. Oshcha kuch. U ham ketadi. Kerak emas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta ulog'imiz bor. Bu tupda o'zi bo'ladi. Omon bo'linglar. Hop, YouTube'ga o'tib, YouTube'da ham hozirgina qo'ygan uzum bo'yicha yosh ko'chatlarni rivojlanishi davridan keyin ko'rsatdik. Ko'rishlaringiz mumkin. YouTube'ga o'tsalaring like bosishni unutmanglar, rivojimiz uchun. Salomat bo'linglar.